Telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'ldinglarmi? Nazoratchilar bor mana. Monitorlar, isitpechka, konditsioner bor. Yaxshi, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent Abu Saxiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga avtobusimiz yuryapti mana. Haftada 2 marta seshanba, juma kuni. Ishonchli nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'shilamiz mumkin. Aka, sen Rossiyaga ketyapsizmi? Rossiyaga ketyapsiz. Xudo xolasa ishonchliga. Ishonchli. Kelaversinmi? Yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Novosibirga. Hop. Aziz yurtdoshlar, mana bugun xudo xolasa Toshkent Abu Saxiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga yuryapmiz. Bugun hafta kuniga seshanba, 8-aprel. Mana klientlarimiz sog' salomat kelgan, pasatka jarayoni. Assalomu alaykum. Rahmat. Qayerda o'tiryapsizlar aka? Toshkentdan Voronezhgacha. Abu Saxiy vokzalida o'tiryapsizlar, ha? Avtobusga. Telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'ldinglarmi? Xudo xolasa yaxshi. Mana yaxshi aytib oling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Nomerlarimizni qoldiramiz. Kimda kim ishonchli avtobusga ketmoqchi bo'lsa, telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'shishlari mumkin. Haftada 2 marta seshanba, juma kuni Toshkent Abu Saxiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga yuramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana bugun xudo xolasa 2025-yil 22-aprel kuni Toshkent Abu Saxiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga yuryapmiz. Akalar, avtobus yo'qdimi? Yaxshi, konditsionerlar ishlab turibdi. Har bitta o'rinda avtozaryadchik, monitor, isitpechka, konditsionerlar bor. Aka, qayerdan keldingiz? Qo'qondan. Telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'ldingizlar. Xudo xolasa ishonchliga 100%. Tavsiya qilasizmi? Aka, bitta duo qilib bersangiz yo'lga chiqamiz. Yo'q, aka. Bitta duo qilib beringlar. Mana akalar, yaxshi e'tiborlar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Yaxshi akalar, avtobus. Konditsionerlar ishlab turibdi. Mana aka, sog' bo'linglar. Wi-Fi'da ham yurganlar chach beramiz. Nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib onlayn tarzda javob berib qo'shishlar mumkin.